Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Ichki ishlar boshqarmasi hafta davomida ko'rsatuvining navbatdagi soni. E'tiboringiz markazida. Dastlab ko'rsatuvimizning qisqacha sharhi bilan tanishing. 8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami munosabati bilan tashkil etilgan tadbirlar tafsiloti. Buxoro viloyatida harakat xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar xususida. Giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurash tadbirlari. Plastik kartadan pullar o'g'irlangan. Buxoro viloyati hududida sodir etilib fosh etilgan o'g'irlik jinoyatlari. Noqonuniy valyuta ayirboshlash bilan bog'liq holat fosh etildi. Ichki ishlar organi xodimiga pora taklif qilganlar ushlandi. Endi shu va boshqa xabarlar haqida batafsil. O'tgan haftaning eng muhim voqealaridan biri bu 8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bo'ldi. Bayram munosabati bilan Buxoro viloyati ichki ishlar organlarida faoliyat olib boruvchi xotin-qizlar ham munosib e'tirof etildi. Ayol, go'zallik, sadoqat va fidoyilik ramzi. Ayolni e'zozlash sharqona madaniy meroslarimiz sirasiga kiradigan qadriyatlardandir. Bugun bu latofat sohibalari orasida el-yurt tinchligi va farovonligi yo'lida ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xotin-qizlar soni tobora ortib boryapti. Buxoro viloyat musiqali drama teatrida 8 mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tantanali tadbir tashkillashtirilib, viloyat ichki ishlar organlarida faoliyat olib boruvchi ham ayol, ham osoyishtalik posbonlari munosib e'tirof etildi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tizimda faoliyat olib borayotgan 250 dan ortiq xotin-qizlar va soha faxriylari ishtirok etishdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar jamoat xavfsizligi va osoyishtaligini ta'minlashni o'zining burchi deb bilib, ichki ishlar organlari safida fidokorona xizmat qilib kelayotgan barcha xotin-qizlar va faxriy ayollarni sana munosabati bilan samimiy muborakbod etishdi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri general-mayor Aziz Toshpo'latovning tizim xotin-qizlariga yo'llagan bayram tabrigi hamda viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan ayol xodimalarni mukofotlash to'g'risidagi tegishli buyrug'i o'qib eshittirildi. Unga ko'ra, ichki ishlar organlarida ko'p yillik samarali mehnati, sog'lom va barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularni vatanparvarlik va istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash ishlariga munosib hissa qo'shganligi uchun bir nafar xodimaga muddatidan avval katta leytenant unvoni, bir nafar xodimaga a'lo xizmatlari uchun, bir nafariga birinchi darajali, bir nafariga ikkinchi darajali, ichki ishlar organlarida benuqson xizmatlari uchun bir nafariga Ichki ishlar vazirligining faxriy yorlig'i va yana bir nafariga vazirning esdalik qo'l soati tantanali ravishda topshirildi. 8 mart xotin-qizlar bayrami munosabati bilan bugun muddatidan oldin katta leytenant unvoni bilan taqdirlandim. Bundan bag'oyatda xursandman. Bu men uchun qo'shaloq bayram bo'ldi hamda kelgusi ishlarimda vatanimga sadoqat bilan xizmat qilishimda mas'uliyat yuklaydi. Men uchun bu yilgi 8 mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami o'zgacha bo'ldi. Men ichki ishlar tizimida yaqinda 20 yil bo'ladi xizmat qilayotganimga, qilayotgan xizmatlarim uchun a'lo xizmatlari ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Bu uchun yurtboshimizdan juda ham minnatdorman. Bugungi Xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan, bahor ayyomi bilan butun dunyo xotin-qizlarini hamda safdoshlarimni muborakbod etaman. Shuningdek, boshqarma boshlig'ining tegishli buyrug'i bilan bir guruh xodimlar moddiy rag'batlantirildi. Shu bilan birgalikda bayram munosabati bilan viloyat hamda respublika darajasida o'tkazilgan turli ko'rik tanlov hamda sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishgan xodimalarga diplom, pul va boshqa qimmatbaho sovg'alar taqdim etildi. 20 yildan ortiq ichki ishlar idoralarida xizmat qilib nafaqaga chiqdim. Mana hozirgi kunda nafaqa gashtini surib yuribman. Bizlarni har yil bayramlarda bizlarni eslardan chiqarmaydilar. Hamma bayramlarga taklif qilib, ana shunaqa xursandchilik, bayramlarda, konsertlarda ishtirok etib, dam olib ketamiz. Bundan men juda ham xursandman, mamnunman. 2025-yil 6 mart kuni Toshkent shahrida barcha respublika bo'yicha korxona tashkilotlarida faoliyat olib boruvchi ayollar o'rtasida sportning stol tennis turi bo'yicha respublika birinchiligi musobaqasi o'tkazildi. Shu musobaqada qatnashib faxrli birinchi o'rinni egalladim va bu men uchun 8 mart, ya'ni xotin-qizlar bayrami munosabatiga juda yaxshi sovg'a bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi va shu munosabat bilan mana bugun alohida rag'batlantirildim. Sana munosabati bilan viloyat madaniyat boshqarmasi tomonidan tayyorlangan konsert dasturi, xushovoz xonandalar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar barchaga bayramona kayfiyat ulashdi. Bu kabi tadbirlar viloyatning barcha shahar tumanlari bo'ylab qizg'in davom etmoqda. Zotan ayol qadri, inson qadri ulug'langan yurtda tinchlik va farovonlik, ahillik va baraka barqaror bo'ladi.
Mavzudan uzoqlashmaymiz. Ichki ishlar boshqarmasi tashabbusi bilan Buxoro viloyati huquqni muhofaza qiluvchi organlari ayol xodimlar o'rtasida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami munosabati bilan Zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Qizg'in va bahslarga boy bo'lgan Zakovat o'yinida jami 9 ta jamoa tarkibida 60 ga yaqin xodimlar ishtirok etishdi. İlk bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan sizlarni samimiy tabriklayman. Barchamizga ma'lumki, bahorning ilk bayrami 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni yurtimiz bo'ylab keng tantana qilinmoqda. Ushbu sana munosabati bilan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasining tashabbusi va mas'ullarning sa'y-harakatlari bilan viloyat huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning ayol xodimalari o'rtasida Zakovat intellektual o'yinlari tashkillashtirildi. Bellashuvlarda 9 ta jamoa tarkibida 54 nafar xotin-qizlar ishtirok etib, 4 bosqichdan iborat shartlar asosida musobaqalashishdi. Jarayonda ishtirokchi ayollarimiz o'zlarining jamoaviy ishlash, tez fikrlash va kreativ yondashuvlarini ham namoyon qilishdi. Har bir jamoa o'ziga xos mavzular bo'yicha savollarga javob berishdi. Shuningdek, ularning umumiy bilim darajasi va intellektual qobiliyatlari sinovdan o'tkazildi. Ushbu Zakovat o'yini bizni bayramona kayfiyatimizni ko'tarish bilan bir qatorda bo'sh vaqtimizni mazmunli o'tkazishga, yangi bilimlar egallashimizga, bilim salohiyatimizni yanada mustahkamlashimizga, shu bilan bir qatorda hamkasblarimiz o'rtasida do'stona munosabatlarimizni mustahkamlashga alohida xizmat qildi. Qizg'in va murosasiz kechgan Zakovat o'yini natijalariga ko'ra 3-o'rinni viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, 2-o'rinni davlat xavfsizlik xizmati Buxoro viloyati boshqarmasi jamoalari egallagan bo'lsa, faxrli 1-o'rinni Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoasi qo'lga kiritdi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarda biz bilan tengma-teng faoliyat olib borayotgan ayollarimiz bilan o'tkazilgan Zakovat intellektual o'yini bilimlarimizni oshirishga hamda hamkor tashkilotlar bilan tajriba almashishga yaqindan yordam berdi. Tadbir yakunida g'oliblarni taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda viloyat hokimi boshchiligidagi mas'ullar ishtirok etib, ayol xodimalarni 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami munosabati bilan samimiy muborakbod etdilar. G'olib va sovrindorlarga tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami oldidan o'tkazilgan mazkur Zakovat intellektual o'yini huquqni muhofaza qiluvchi organlarda faoliyat olib borayotgan xotin-qizlar uchun katta ilhom manbai bo'ldi. Buxoro viloyatida harakat xavfsizligini ta'minlash, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvar kunidagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 1-sonli qarori esa ushbu ishlarni yangi bosqichga olib chiqa oldi. Inson tinch va xotirjam yashashni xohlaydi. Tinchlik bo'lgan joyda baraka va rivojlanish bo'ladi. Jinoyatchilikka qarshi kurashish esa barcha davrlarda ham mamlakatning jiddiy va muhim masalasi hisoblangan. Keyingi yillarda mamlakatimizda jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-yanvar kunidagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 1-sonli qaror esa ushbu ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Buxoro viloyatida ham mazkur qaror ijrosini ta'minlash, mahallalarda huquqbuzarlik va jinoyatlarni barvaqt oldini olish mas'ul idora va tashkilotlarning ustuvor vazifasi etib belgilanib, keng ko'lamdagi chora-tadbirlar boshlandi. Davlatimiz rahbarining 2025-yil 3-yanvardagi 1-sonli qaror talablari asosida Buxoro viloyati hududini o'tuvchi avtomobillarda harakat xavfsizligini ta'minlash borasida shahar tumanlar kesimida tegishli tartibda yo'l xaritalari ishlab chiqilib, alohida ijroga qaratildi. Xususan, bu borada bugungi kunda G'ijduvon, Vobkent, Romitan, Buxoro tumanlari va boshqa shahar tumanlarida namunaviy xavfsiz yo'laklar, xavfsiz ko'chalar shakllantirish borasida yetarlicha ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Buxoro viloyati hududini o'tuvchi avtomobillari hamda shahar ko'chalarida piyodalar ishtirokida sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida shahar tumanlar kesimida qatnov qismidan belgilanmagan joylardan kesib o'tayotgan piyodalarni oldini olish maqsadida metal to'siqlar, metal panjaralar o'rnatilib, harakat xavfsizligi ta'minlab borilmoqda. Olis hududlarda, ya'ni elektr tarmoqlari yetib bormagan hududlarda, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarida ko'chma zamonaviy svetofor qurilmalari o'rnatilishi
ishlari olib borilmoqda. Yil yakuniga qadar 20 ta tartibga solinmagan piyodalar o'tish joylarimiz xuddi shu tartibda tartibga solinib boriladi. Shuningdek, namunaviy xavfsiz yo'lak, xavfsiz ko'chalar, quyosh panelli yoritish chiroqlari bilan jihozlanishi alohida belgilab olinib, bu borada ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Avtomobil yo'llarida bugungi kunda to'qnashuv bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida birinchi toifali muhofaza to'siqlar o'rnatilishi belgilab olinib, bugungi kunda yanvar oyida 1 kilometr masofada qatnov qismi birinchi toifali muhofaza to'siqlari bilan ajratildi. Xususan, yo'l infratuzilmasini yaxshilash borasida shahar tumanlarimizdagi tartibga solingan hamda tartibga solinmagan chorrahalarning geometrik parametrlari o'zgartirilgan holatda svetofor qurilmalari bilan jihozlandi. Bu piyodalarning xavfsiz harakatlanishini ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Xalqaro hamda davlat ahamiyatiga ega bo'lgan avtomobil yo'llarida tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida quyosh panelli radar mulyaj qurilmalari o'rnatilib, tezlik bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini kamayishiga erishilib borilmoqda. Xuddi shu kabi radar mulyaj qurilmalari yil yakuniga qadar 350 ta o'rnatilishi alohida belgilab olindi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining asosiy maqsadi avtomobillarda yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda o'lim holatini keskin kamaytirishdan iborat. Zamon shiddat bilan rivojlanyapti. Barcha sohalar kabi yo'llarda ham harakat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishiga alohida e'tibor qaratilib, zamonaviy texnologiyalarni joriy etilishi, ish unumdorligi va samaradorligi oshishiga, eng asosiysi esa sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuni inobatga olgan holda Buxoro viloyatida ham xavfsiz harakat tizimini yaratish, markaziy ko'chalardagi chorrahalarda yuzaga kelayotgan tirbandliklarni va sodir etilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish, o'rnatilgan svetoforlarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida yangi innovatsion loyihalar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Inson hayotda har doim yaxshilikka intilib, yomonlikdan qaytib yashashga harakat qilishi lozim. Joni, aqli, nasli va salomatligi umuman aytganda hayotga zarar keltiruvchi sabab bo'ladigan barcha narsalar anglaganingizdek yomondir. Bulardan biri bu giyohvand moddalar. Mamlakatimizda bu zahri qotilga nisbatan murosasizlik yo'li tanlangan. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilgan navbatdagi tezkor tadbirlar davomida og'u savdosi bilan shug'ullanganlar hamda uni noqonuniy saqlab kelganlar faoliyatiga chek qo'yildi. 2025-yilning 6-yanvar kuni olingan tezkor ma'lumotga asosan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Buxoro shahar Turkijandi mahallasi binosi yaqinida joylashgan avtomashinalarni ta'mirlash ustaxonasi oldiga kelib to'xtagan oq rangli Spark rusumli avtomashina xolislar ishtirokida tekshirilganda avtomashina haydovchisi Buxoro shahar Sherbudin mahallasida yashovchi 2004-yilda tug'ilgan shaxsning egnidagi qishki kurtkasi ichki cho'ntagidan sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra polietilen o'ramiga qadoqlangan sof vazni 1,5 grammga teng bo'lgan ko'p miqdordagi giyohvandlik moddasini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi aniqlanib, hujjatlashtirilib olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 2025-yilning 1-mart kuni olingan tezkor ma'lumotga asosan Buxoro shahar Sheyxon mahallasi hududida joylashgan chorraha yonida shu mahallada yashovchi 1993 va 2007-yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxslar oldindan jinoiy til biriktirib, nazorat tariqasida yuborilgan Otabek ismli shartli shaxsga sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra bir dona spichka yozuvli gugurt qutiga qadoqlangan sof vazni 3,91 grammga teng bo'lgan ozginadan ko'proq miqdordagi marixuana giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtda qo'lga olinganlar. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Olingan tezkor ma'lumot asosida G'ijduvon tumani Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan 2025-yilning 3-mart kuni o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tumanning Yangiobod mahallasida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan shaxs boshqa bir shaxsga bir dona paket o'ramidagi Buxoro viloyat Ichki ishlar boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra sof vazni 1,59 grammga teng bo'lgan ko'p miqdordagi gashish giyohvandlik moddasini 800 ming so'mga baholab qonunga xilof ravishda sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qimor
sport o'yinlarini tashkil etish hamda unda ishtirok etish ham milliy qadriyatlarimizda ham qonunlarimizda qoralanadi va bu uchun jinoiy javobgarlik mavjudligini bot-bot takrorlaganmiz. Biroq ayrim kimsalar buni bila turib xonadonlarida bu kabi noqonuniy qilmishlarga bosh qo'sh bo'lib qimor o'yinlarida ishtirok etishmoqda. Vobkent tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida mana shunday shaxslar ushlandi. Vobkent tumani ichki ishlar bo'limining tezkor xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor profilaktik tadbir davomida 1985-yilda tug'ilgan shaxs qasddan jinoyat sodir qilish yo'liga o'tib, 2025-yilning 1-mart kuni o'zi istiqomat qilib kelayotgan Vobkent tumani Xayrixush mahallasidagi xonadonida tavakkalchilikka asoslangan o'yin tashkil qilib, bir necha fuqarolarning qimorga asoslangan qarta o'yinini o'ynashlari uchun joy ajratib, sharoit yaratib berib, qimorxona tashkil qilganligi fosh etilgan. Hodisa sodir bo'lgan joydan bir dona DBK yozuvli o'yin qartasi va qimorga tikilgan naqd pullar tegishli tartibda hujjatlashtirilib olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. So'nggi paytlarda plastik kartalardagi mablag'larni talon-taroj qilish holatlari ko'plab uchramoqda. Bunga esa ko'pincha yurtdoshlarimizning o'zlari sababchi bo'lishmoqda. Bugun yana xuddi shunday holatlar haqida gapirmoqchimiz. Gap shundaki, bir firibgar shaxs Kogon tumanida yashovchi fuqaroning soddaligi va ishonuvchanligidan foydalangan holda uning 16 million so'm pullarini qo'lga kiritgan. Kogon tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, 2023-yilning 23-may kuni noma'lum shaxs tumanning O'rtacho'l mahallasida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan shaxsning bank plastik kartasidan 16 million so'm pul mablag'lari yashin ravishda o'g'irlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, o'sha vaqtda bir qator tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari olib borilgan. Ammo jinoyat sodir qilgan shaxsni aniqlash imkoni bo'lmagan. Yangi 2025-yil boshidan boshlab mazkur turdagi fosh etilmasdan qolgan jinoyat ishlari qayta tiklanib, olib borilgan texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida mazkur jinoyatni 2001-yilda tug'ilgan shaxs sodir qilganligi fosh etildi. Qilni 40 yoruvchi tezkor hamda tergov xodimlari tomonidan mazkur jinoyat ishida gumon qilinayotgan ushbu shaxsning boshqa xuddi shu turdagi mavhum holda sodir etilib, fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Buxoro viloyatida aholi o'rtasida turli yuqumli kasalliklar, xususan teri tanosul, OIV hamda AIDS kasalliklarining tarqalishini oldini olish, inson hayoti va salomatligiga tahdid soluvchi ushbu yuqumli kasalliklarni qasddan yuqtirish bilan bog'liq sodir etilgan jinoiy holatlarni issiq izdan fosh etish maqsadida hamkorlikda maxsus tezkor profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Ushbu tadbirlar natijasida esa o'zida OIV infeksiyasi borligini bila turib, bir fuqaroni OIV kasalligini yuqtirish xavfi ostida qoldirgan shaxs qo'lga olindi. Jamiyatimizda shunday ko'rinmas xavf-xatarlar mavjudki, bu xatarlardan har kim va har qachon ogoh bo'lish zarur. Navbatdagi lavhamizda aytmoqchi bo'lgan mazkur xavfdan hech bir inson himoyalanmagan. Gap OIV hamda AIDS kasalligining tarqalishi, ushbu illatni qasddan yuqtirish bilan bog'liq jinoyatlarga qarshi kurashish borasida olib borilgan tezkor tadbirlar haqida boradi. Bugungi kunda Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining alohida topshirig'i hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda viloyatimizda OIV hamda AIDS kasalligining tarqalishi, ushbu illatga chalingan fuqarolar bilan profilaktik ogohlantiruv ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish, aholi o'rtasida kasallikni yuqtirib olmaslik yo'llari va usullari to'g'risida targ'ibot tadbirlarini samarali tashkil etish, ushbu kasallikni qasddan yuqtirish bilan bog'liq jinoyatlarni barvaqt oldini olish, bu turdagi jinoiy holatlarga qarshi keskin kurashish, sodir etilganlarni issiq izidan fosh etish borasida manzilli ishlar olib borilmoqda. Xuddi shunday Peshku tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotlar asosida olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida ushbu tumanda ro'yxatda turuvchi qiz 2022-yildan Buxoro viloyati OIDSga qarshi kurashish markazida OIV infeksiyasini yuqtirib olgan shaxs sifatida ro'yxatga olinib, u boshqa shaxslarga infeksiyani yuqtirgan taqdirda jinoiy javobgarlikka tortilishi to'g'risida ogohlantirilgan bo'lsa-da, qasddan jinoyat sodir qilish yo'liga o'tib, 2024-yilning avgust oyida Buxoro shahrida yashovchi 2005-yilda tug'ilgan yigit bilan
bilan himoya vositalarisiz jinsiy aloqada bo'lib, o'zida OIV infeksiyasi borligini oldindan bilgan holda ushbu kasallikni boshqa shaxsga yuqtirish xavfi ostida qoldirganligi fosh etildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 113-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda jinoyat ishiga gumon qilinuvchidan jabr ko'rgan boshqa fuqarolar bo'lishi mumkinligini inobatga olib, tezkor surishtiruv hamda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. O'g'irlik, birovlarning mulkiga qing'irlik bilan ega chiqish eng og'ir jinoyatlar sirasiga kiradi. Afsuski, hozirgi kunda keng jamoatchilik orasida olib borilayotgan targ'ibot tashviqot ishlariga qaramasdan, jamiyatimizda o'g'irlik jinoyati hali hanuz sodir etilyapti. Hozirgi lavhamizda viloyat hududida sodir etilib, fosh etilgan o'g'irlik holatlari haqida so'z boradi. Vobkent tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan berilgan ma'lumotga ko'ra, 2024-yilning 24-noyabr kuni soat taxminan 13:00 larda noma'lum shaxs qasddan jinoyat sodir etish yo'liga o'tib, o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish maqsadida tumanning Karimgaron mahallasida joylashgan sun'iy qoplamali yozgi sport maydonchasi ichidagi o'rindiqda shu mahallada yashovchi 2008-yilda tug'ilgan bola tomonidan qoldirib ketilgan qishki kurtka cho'ntagidan bahosi 1,750,000 so'm bo'lgan bir dona iPhone 8 Plus telefon apparatini yashirin ravishda talon-taroj qilib, voqea joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, bir qator kechiktirib bo'lmas tezkor surishtiruv hamda tergov harakatlari olib borilgan. Ammo o'sha vaqtda jinoyatni fosh etishning imkoni bo'lmagan. 2025-yilning boshidan boshlab mavhum holatda sodir etilib, ochilmasdan qolayotgan jinoiy holatlarni fosh etish borasida olib borilgan kompleks tezkor surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni shu tumanning Quvurchi mahallasida yashovchi shaxs sodir qilganligi aniqlanib, ashyoviy dalillar tegishli tartibda hujjatlashtirilib olindi. Hozirgi kunda jinoyat ishi doirasida dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Noma'lum shaxs o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilib, tekin boylik orttirish maqsadida 2025-yil 8-fevral kuni Olot tumani Usmon Shayx mahallasida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan shaxsning yonida bo'lgan sumkasidan 15 million so'm miqdordagi naqd pullarni o'g'irlab olib, hodisa joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Olot tumani ichki ishlar bo'limi xodimlar tomonidan olib borilgan kechiktirib bo'lmas tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni Buxoro shahrida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan shaxs o'zining jinoiy sheriklari bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib sodir qilganliklari fosh etildi. Hozirgi kunda ushbu jinoiy guruhning xuddi shu yoki shunga o'xshash boshqa turdagi mavhum holatda sodir etilib, fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlashga qaratilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Intilganga to'la yor deydi dono xalqimiz. Bugun mehnat qilgan, halol pul topaman deganlar uchun eshiklar ochiq. Lekin shunga qaramasdan oson pul topish, mo'may daromad orttirish evaziga qonunni buzishni istovchilar ham bor oramizda. Ammo egri ishning albatta isi chiqadi. Noqonuniy valyuta ayirboshlash bilan shug'ullangan shaxslar tezkor tadbir davomida ushlandi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda departamentning Buxoro shahar bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Vobkent tumani Ko'lxatib mahallasida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan shaxs 2025-yilning 22-fevral kuni Buxoro shahar Ibrohim Mo'minov ko'chasida qonunga xilof ravishda har bir AQSh dollarini 13,000 so'mdan hisoblab jami 3,000 AQSh dollarini 39 million so'mga sotayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 177-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Pul har qanday muammoga yechim deganlar adashadi. Chunki bugun jamiyatimizda qonun ustuvorligi ta'minlangan. Pora olganlik uchun ham, pora taklif qilganlik uchun ham qonunlarimizda jinoiy javobgarlik belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Buxoro viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida ichki ishlar xodimlariga pora taklif qilganlar qo'lga olindi.
Bugungi kunda Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi va uning quyi tizimlarini korrupsiyadan xoli, shaffof va xalqchil tizimga aylantirish xodimlar ongida turli korrupsiyagen holatlarga nisbatan murosasizlik tuyg'usini kuchaytirish, bunday illatlarni barvaqt oldini olish va barham berish maqsadida qator manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan ichki ishlar xodimiga xizmat faoliyati davomida muayyan ish bajarib berish evaziga fuqarolar tomonidan pul yoki boshqa moddiy qimmatliklar taklif qilingan har qanday holat to'g'risida o'z vaqtida va belgilangan tartibda xabar berib, ushbu turdagi jinoyatlarni fosh etishda faol yordam bersa, o'sha xodimni rag'batlantirish tizimi joriy qilingan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Buxoro viloyati boshqarmasi hamda departamentning viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi safarbarlik guruh inspektorining arizasiga asosan 2025-yilning 4-fevral kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda Kogon tumani Bahodir Naqshband mahallasida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan shaxs o'ziga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmaslik va avtotransport vositasini jarima maydoniga joylashtirmaslik evaziga xodimga 500 AQSh dollarini pora sifatida taklif qilib, ichki ishlar organi xodimining bir necha bor qilgan ogohlantirishlarga qaramasdan shu kuni jarima maydoniga taklif qilingan summadan 300 AQSh dollarini pora tariqasida berayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlangan. Xuddi shu idoralar xodimlari tomonidan hamkorlikda Buxoro viloyat Kogon shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi katta inspektorining bildirgisiga asosan 2025-yilning 24-fevral kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda Olot tumani Davlatboy mahallasida yashovchi 1990-yilda tug'ilgan shaxs o'z boshqaruvida bo'lgan avtomashina bilan Kogon shahar Alisher Navoiy mahallasi hududida boshqa bir fuqaroning avtomashinasi bilan yo'l transport hodisasini sodir qilib, voqea joyidan qochib qolganligi hamda spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomashinani boshqarganligi sababli unga nisbatan yuritilishi lozim bo'lgan ma'muriy ish materiallari yuzasidan yengillik yaratib berish evaziga xodimga 200 AQSh dollari miqdorida pora taklif qilib, bir necha bor ogohlantirishlarga qaramay, shu kuni xodimning xizmat xonasida oldindan taklif qilingan 200 AQSh dollarini unga pora tariqasida berayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Endilikda ushbu korrupsion jinoyatlarni fosh etishda ko'maklashgan xodimlar rag'batlantiriladigan, jinoyatni sodir qilgan shaxslar esa javobgarlikka tortiladigan bo'ldi. Hurmatli fuqarolar, pora olish ham, pora berish ham birdek jinoyat ekanligini aslo unutmang. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan eng so'nggi xabarimiz ana shundan iborat edi. Tinchlik va xotirjamlik har doim hamrohingiz bo'lsin. Keyingi diydor qadar salomat bo'ling. Omon bo'ling.